Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunli xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunli xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Alovuddin va qurultayning sobiq raisi va Markaziy Germaniyadagi Uyg'ur kishilik huquq va demokratiya markazining raisi Dolqin Aysolar Tayland poytaxti Bangkokda ochilgan 2025-yillik Osiyo demokratiya to'ri yig'iniga qatnashib, Uyg'ur masalasini tonishtirish va har qaysi davlatlardan kelgan faoliyatchilar bilan fikr almashtirish olib borgan. Osiyo demokratiya to'ri yig'ini Markaziy Janubiy Afrikada 1993-yilda qurilgan ommaviy tashkilotlar va faoliyatchilarning xalqaro ittifoqi bilan Markaziy Koreyadagi Osiyo demokratiya to'ri birlashib tashkillagan xalqaro tashkilotlarning hamkorlik haftasi faoliyati bo'lib, bu yig'inga 120 dan dunyoning har qaysi joylaridagi tashkilotlarning vakillari va siyosiy faoliyatchilar qatnashgan bo'lib, Turg'unjon Alovuddin va Dolqin Ayso apandilar 2025-yillik Osiyo demokratiya munbiri yig'iniga taklif bilan qatnashib, Uyg'ur masalasini va Sharq Turkistonning hozirgi ahvolini tanishtirgan. Dolqin Ayso apandining bildirishicha, bu qatimqi yig'in jarayonida dunyoning har qaysi joylaridan kelgan tashkilot vakillari va demokratiya kishilik huquq faoliyatchilari bilan fikr almashtirish olib berish bilan birga, bu yig'inga qatnashgan har qaysi davlatlarning elchilari va Taylandning parlament a'zolari bilan ayrim uchrashuv olib berib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Sharq Turkistondagi davom qilayotgan Xitoyning qirg'inchilik siyosati haqida tafsiliy tonishtirish olib berib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini kun tartibga olib kelgan. Osiyo demokratiya to'ri yig'ini va xalqaro hamkorlik haftasi faoliyati Osiyoda adil, barobar va imkoniyatli demokratik jamiyat qurish, guruhlar va xalqlarning kishilik huquqiga to'liq hurmat qilish va amalga oshirish, Osiyodagi ommaviy tashkilotlar va demokratiya tarafdorlari o'rtasida unumli ittifoqlik va hamkorlik orqali jamiyatning har qaysi qatlamlarida demokratiyalashish va demokratik boshqarishni ilgari surish, Osiyo va boshqa rayonlardagi hukumatlararo tashkilotlar va boshqa manfaatdorlar bilan xalqaro suhbatlar bilan aloqa o'rnatishga xizmat qiladigan demokratiya to'ri va harakatini qurishni maqsad qiladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Zumratay Erkin Kanadaning Radio Kanada bilan Uyg'ur majburiy emgakini cheklash haqida suhbat olib borgan. Radio Kanadaning Zumratay Erkin bilan olib borgan bu suhbat asosligi Kanada yangi hukumatining Uyg'ur majburiy emgakini cheklash uchun nimalarni qilish kerak degan temada olib berilgan bo'lib, Zumratay Erkin Kanada hukumatining Uyg'ur majburiy emgakini cheklashda orqada qolganligini o'tirib qo'yib, Uyg'ur majburiy emgakni cheklash uchun har tarafdan kuch chiqarish kerakligini, Kanada xalqining davlatga to'laydigan bojlari va Kanada iste'molining Uyg'ur majburiy emgaki bilan bulg'anmasligi kerakligini ta'kidlagan. Et qu'ils prennent des actions concrètes pour stopper justement les produits qui proviennent du travail forcé de la région ouïghour notamment. Alors comment ça fonctionne l'importation de ces produits issus du travail forcé? En fait, le travail forcé est omniprésent dans plusieurs industries, donc notamment l'industrie du textile qui est très importante. Zumratay Erkin Radio Kanada bilan ilib borgan bu suhbatda yaqinda Kanadadagi Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining hukumatga sungan Uyg'ur majburiy emgakini cheklashga aloqador yangi qonun loyihasi haqida to'xtalib, mazkur qonun loyihasining isbot ko'rsatish mas'uliyatini ta'minlovchilarga yuklash, ularning import qilgan mahsulotlarning Uyg'ur majburiy emgakdan foydalanib bo'lganligini isbotlashini talab qilish, shirkatlarning Uyg'ur majburiy emgakdan foyda olishiga javobgar bo'lish uchun qattiq qonuniy va ma'muriy tadbirlarni qo'llanish, Uyg'ur majburiy emgak bilan munosabatli Xitoy shirkatlariga mablag' solgan yoki foyda olgan ommaviy, xususiy yoki akademik mablag'larni cheklash yoki to'xtatish degan nuqtalarda to'xtalib, bu qonun loyihasining yo'li qo'yilishi Kanadaning Uyg'ur majburiy emgakini cheklashda atgan bir amaliy qadam bo'lganligini bildirgan. Telegraf gazeti 6 noyabr kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyining Angliyadagi vakili Rayma Mahmud xonimning Telegraf gazetining Xitoyning ta'sir ostida qilish haqidagi obzorni e'lon qilgan bo'lib, Rayma xonim Angliya hukumati va xalqini Angliyaning Telegraf gazetini Xitoy bilan aloqasi bor deb gumon qilingan Redbird tarafidan egallanishning xavfidan ogohlantirib, Angliya hukumatini axborot erkinligini diktatorlarning aralashishidan qo'g'dashga, mas'uliyatini ado qilishga chaqiriq qilgan.
Rayma xonim Telegraf gazetida e'lon qilingan Angliya matbuotlari Xitoyning aralashishining zahriga qarshi turish kerak temasidagi maxsus obzorida Uyg'ur xalqi uchun bizda faqat haqiqatli qoldi. Shunglashqa biz Angliyada to'liq mustaqil axborotga muhtoj deganni o'ttirib qo'yib, men andishalarimni oshkor holda madaniyat ministri bilan xat orqali o'rtoqlashdim. Ammo meni yana so'zlashga majburlagan narsa siyosat emas, balki azob. Chunki Uyg'ur xalqi uchun bu savdo egilik to'g'risidagi abstrakt masala emas, balki bu haqiqatning saqlanib qolishi bilan munosabatli deganni ta'kidlab, o'zining Xitoyning zulmidan qochib qutulgan Uyg'urlar bilan suhbatlashganligini, ularning tasvirlaganlarining vayronchilikdan boshqa narsa emasligini, oilalarning parchalanishi, atalmish qayta tarbiyalash lagerlariga qamalgan Uyg'urlarning fojialik taqdiri haqida to'xtalib, ularning birdan-bir jinoyati ularning kimligi edi. Kishilar u yerda psixikalik jihatdan vayron bo'lib, e'tiqodi, tili, kimligining yo'q qilinish xavfiga duch kelmoqda. Agar axborot vositalarining xo'jayinligi vositalik holda Xitoy davlati bilan munosabatli kishilarning ta'siriga uchirsa, bu haqiqat uchun ofat bo'ladi. Biz Beijingning yolg'on hikoyasiga qarshi turishga va o'z uchun so'zlay olmaydiganlar uchun ovoz beradigan oz-sonli supalarning birini yo'qotib qo'yamiz. Shunglashqa Angliya hukumatining axborot erkinligini diktatorlarning aralashishidan qo'g'dashda faqat qonuniy jihatdan emas, balki axloqiy jihatdan ham mas'uliyati bor deganni ta'kidlab, Angliya hukumatini Telegraf gazetining Redbird tarafidan egallanishiga qarshi turish mas'uliyatini ado qilishga chaqiriq qilgan. Amerika Pan Sharq Osiyo tadqiqot markazida 5 noyabr kuni Uyg'ur ma'rif tadqiqotchisi Abduli Ayubning kashmishi asosida ishlangan Xitoyning Sharq Turkistondagi jazo lageri va Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtining tutqun qilinish jarayonini tasvirlaydigan Niqobning orqasida nomli film ko'rsatilgan. Mazkur film ko'rsatilgandan keyin tomoshabinlar naq maydonda Abduli Ayub bilan savol-javob suhbati o'tkazib, Xitoyning qirg'inchilik siyosati va Sharq Turkistondagi mavjud vaziyat va Uyg'ur tilining duch kelayotgan xiristlari, Abduli Ayubning Uyg'ur tilini qo'g'dash uchun qilgan tirishchanliklari haqida munozaralar olib borgan. Abduli Ayub bu faoliyatda turma yoki lagerdan hayot qolganlarning qanday besimga duch kelganligini o'zining kichik qizlarining qo'lga ilinishining ta'siriga uchraganligi orqali misol keltirib, turma yoki lagerdan hayot qolganlarning hatto boshqa davlatga ko'chib ketgan taqdirdami o'tmishdagi kechirmishlari va nazorat qilinishdan ansirash sababidan yanada azob va psixikalik besim ichida qolganligini bildirib, akademik jamiyatlar va tadqiqotchilarni Xitoyning zulmi va kishilik huquq dafsanchilik to'g'risida ommaning xabardorligini oshirishga chaqiriq qilgan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduk. Keng qitimliq sanımızgacha ko'rishkish aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.